Hammaga salom. Ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Hozir mikrofonni yoqdim. Xo'sh, Timing darslarini boshlasam. Birinchi bo'lib, bizga Reaper fayli kerak bo'ladi. Buni guruhga tashlab qo'yaman. Mana bu havola orqali o'tib, mening kanalimdan uchalasini yuklab olishinglar mumkin. Lekin bu yuklangandan keyin uchalasini o'rnatasizlar. Uchalasini ham o'rnatib, keyin ya'ni mana Reaper CVS2 deganni o'rnatasizlar mana buni. Keyin Reaper 725 ni o'rnatasizlar va mana buni. Uchinchisi Windows 4 VoiceOver degani u config, ya'ni yaxshilab beradi Reaperni tuzilishini, ichki ko'rinishini. Shuning uchun mana bu ikkitani o'rnatasizlar tepadagi. Ikkalasini ham kompyuteringlarga o'rnatasizlar. Keyin buni hozir ko'rsataman. Reaperga kirib Reaperga kirganinglarda bunday ko'rinish ochiladi. Bu yerda mana bu oynani bosib, mana sekunda tugashini kutasizlar. Bu boshqacha ko'rinishi mumkin sizlarda. Shuning uchun boya yuklab olgan konfigimizni, ya'ni mana bu konfigni mana shu ushlab turib, bu yerga tashlashingiz kerak. Ushlab bosib turasizlarda fayllardan olib bu yoqqa tashlaysizlar. Keyin ruxsat so'raydi, bosib Reaper bir marta yangilanadi, boshqatdan kirib chiqadi va mana bunga o'xshash holatga keladi. Keyin sizlarda bu yo'q bo'lishi mumkin. Mana bunday turishi mumkin. Shuning uchun bu yoqdan extension bo'limiga o'tib, notes deganni tanlab qo'yasizlar mana. Bu yerda subtitr chiqadi, ya'ni subtitr chiqadi. O'zbekchada, inglizchada farqi yo'q, subtitr. Keyin buni sichqonchani o'ng tomonini bosib, indoq pin qilib qadab qo'yamiz mana bu yoqqa. Buni xohlaganinglarcha o'zgartirsa bo'ladi, o'zingizlarga moslab. Endi bu yoqqa animeni tashlasak. Birinchi bo'lib kerakli narsani tashlab olasizlar. Bu yoqqa yuklanadi. Ushlab turib bu yoqqa sursanglar bo'ladi. Mana bu hozir haqiqiy anime ovozi xitoychada internet band beryapti. Chatdamisiz? Yaxshi, o'zi buni video qilib olyapman. Hozir ekran yozuviga yozib olib, ozroq xira ko'rinishi mumkin, lekin megabayt kam bo'ladi. Shuning uchun agar hozir yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Mayli, davom etsak. Bu haqiqiy anime. Endi mana bu bo'lim trakt deyiladi. Traktlar, ya'ni har bitta qator. Bu yerga olib borib sichqonchani 2 marta bossanglar, sichqonchaning chap tarafini, bu yerda mana bu trakt qo'shiladi, ya'ni ovoz berish maydoni. Bu yerga o'zingizlarni ovozinglarni berasizlar. Xuddi shu tarzda, masalan, mana bu chiziqqa 2 marta bosib, bu yoqqa birinchi ovoz desanglar bo'ladi, bu yoqqa ikkinchi ovoz deb ketsanglar bo'ladi, bu yoqqa uchinchi ovoz. Xohlasanglar bir qatorga hammasini beringlar. Keyinchalik u effekt berayotganda bu traktlarni ishlatilishi ancha muhim. Shuning uchun hozircha bir qatorga ovoz bersam bo'ladi. Ovoz berish uchun bu traktni faollashtirish kerak. Ya'ni mana bu to'g'risidagi dumaloqqa borib, sichqonchani o'ng tarafini bosib, avtomatik rekordga yoqib qo'yamiz. Ya'ni mana ovozimni уже belgilayapti, bu yozishni boshlayapti. Qanchalik baland chiqyapti, qanchalik past. Endi ovoz berishga o'tsak.
Ctrl R harfini bosasizlar. Ctrl va R harfini bitta bosasizlar, mana ovoz berishni boshlaydi. Ovoz berishni boshlaydi mana. Ana sichqonchani dumalog'i bilandek sursanglar kattalashadi, kichrayadi, kattalashadi, kichrayadi, o'zlariga moslab olasizlar. Mana bu meni ovozim. Buni xohlagancha sursam bo'ladi, u yoqqa, bu yoqqa to'g'rilab. Endi kerakmas bo'lsa, delete tugmasi bilan o'chirib tashlaysizlar. Xo'sh. Menimcha ovoz berish tushunarli bo'ldi. Ctrl R harfini bosasizlar va ovoz berishni boshlaysizlar. Mana shu tarzda. Kerak bo'lsa o'zgartirishinglar, qisqartirishinglar, o'rtasidan kesishinglar mumkin. Masalan, sizlarga mana bu joyni o'zi kerak, mana bu yerni o'zi kerak bo'lsa, buni o'sha mana bu chiziqni olib borib o'sha yerga oddiy S, o'zbekcha S harfini bitta bosasizlar, kesib beradi mana. Keyin bu yerdan ham xuddi shunday S bosib, mana bu belgilab buni xuddi shunday bosasizlar, bo'ldi. Xohlaganinglarcha ishlatasizlar. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi bunga subtitl qanday qo'yadi? Mana bu yerda sizlar gapirishlar kerak bo'lgan so'zlar turadi. Buni boyagi mana bu notes, ya'ni mana bu yerdagi subtitrni, mana bu notesni qadab qo'ygandan keyin, chiqargandan keyin qulfchani bitta bosib, import qilib, o'zingizlarni SRT formatlarini, ya'ni SRT hozir mana menda bu animeni ikkinchi qismini, ya'ni o'sha subtitri o'zbekchasi bor. Buni o'zbekchasini topishni keyingi darslarda o'rgataman. Qayerdan ya'ni yuklab olish kerakligini balki bilarsizlar, balki yo'q. Xullas. Bu faqat repair SRT, mana SRT formatni qabul qiladi. Undan boshqa ASS formatdagi subtitr bor, asosiy keng tarqalgani, uni qabul qilmaydi. Shuning uchun mana shunaqa SRT formatga, SRT formatga o'tkazishlar kerak. Buni tanlab open qilasizlar. Mana bu yerga tushdi. Bu yerdan yana qulfchani bitta bossanglar kattalashadi. Yana bitta bosib, bu yerdagi subtitrni tahrirlasalar bo'ladi. Keraksiz so'zlarni o'chirib yoki qo'shib. Mana har bitta so'zda gapirish kerak bo'lgan joyini ko'rsatib, tug'ilgan kuningiz. Xuddi shunday qilib, tug'ilgan kuningiz uchun nima xohlaysiz? Mana shu kabi ovoz berib, sig'dirib, tiqib ovoz berasizlar. Endi buni qanday qilib timing qiladi? Haqiqiy timing qilish, ya'ni orqasidagi ovozni pasaytirish. Sizlar gapirgan joyda orqasida ovoz pasayishi kerak. O'zini animeni ovozlari mana bunga o'xshash. Hozir eshitiladimi yo'qmi bilmadim. Masalan, ayta deganga o'xshash ovoz bor. O'zini animeni ovozlari xullas. Shuning uchun mana bunga o'xshash. Buni qilish uchun mana buni ustiga olib borib, kerakli traktni, ya'ni animeni belgilab, oddiy V harfini bitta bosasizlarda, mana bu yerdan ozroq kattalashtirasizlar buni. Ushlab turib kattaroq qilasizlar. Mana har bitta ovoz to'lqinini ko'rsatyapti. Endi ko'rsatib qo'yilgan, mana sizlarni, ya'ni bergan ovozlar mana bu yerdan bu yergacha, to'g'rimi? Mana shuni qilish uchun Ctrl harfini bosib turib, mana bosganinglarda o'zi olib borsanglar, bosib turib, mana bu yashil maydonning ustiga qalamcha chiqib qolyapti. Sichqonchani bitta chap tugmasini bosasizlar, belgi chiqadi. Shundan ikkita yonma-yon qo'yasizlar. Keyin ovoz tugagan joy mana bu yermi? Bu yerga ham ikkita qo'yasizlar. Mana keyin qo'ygandan keyin bo'ldi, qo'yib yuborasizlar Ctrlni. Oddiy ushlab turib, mana buni ushlab turib pastga tortasizlar mana. Detsibelini ko'rsatyapti.
12, -12, -14, -18 mana shuni 18 atrofida qo'yasizlar. Mana shu kabi. O'shanda ovoz past bo'ladi, orqasidagi ovoz pasayib, sizlarning ovozinglar yuqoriga chiqadi. Xuddi shunday qilib bersalar bo'ladi. Endi nimaga ikkita nuqta? Agar hozir bitta nuqta qo'yganimda mana bittasini o'chirib tashlayman. O'chirish uchun Alt tugmasini bosib turib, mana tugmani o'sha nuqtani ustiga olib borsanglar X chiqyapti. Shuni bitta bosasizlar o'chiriladi. Agar men bitta qo'ysam, bittadan qo'ysam mana tortganda butunlay olib ketib qoladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Butun maydonni qo'shib olib ketib qolyapti. Shuning uchun bu yerga ikkita qo'yilmaydi. Bitta qo'yilmaydi. Ikkita qo'yasizlar, o'shanda oralig'ini tortadi. Mana bu ikkita yonidagi ikkita nuqta ushlab turadi. Bu ikkita pastga tushadi. Bo'ldi, xuddi shunday. Tug'ilgan kun tuxumi. Tug'ilgan kun tuxumi. Mana shunday. Berib, mana bu yerdan mana bu yoqqacha. Xuddi shunday. Shunday nuqta qo'yasizlar, tushirasizlar. Bo'ldi. Endi ovoz berishni menimcha o'rgandinglar. Keyingi qatordan agar ovoz bermoqchi bo'lsanglar, buni ham xuddi shunday birinchi qilingani kabi avtomatik rekordni bosib qo'yish kerak. Mana bu olib borib, chap o'ng tugmasini bosib sichqonchani avtomatik rekord qo'yib qo'yish kerak. Xuddi shunday bitta har bitta so'zni timing qilasizlar. Endi keyingisiga keladigan bo'lsak, endi boshqalarni ovozi bilan timing qilish kerak. Boshqalarni ovozi. Uning uchun ular animega ovoz berib, video qilib tashlashadi. Sizlar uni mana bu sayt orqali chiqarib olishinglar kerak. Saytni tashlab qo'yaman. Kirib, open videoga bosib, bu yerdan o'sha videoni belgilaysizlar, ya'ni ovoz berilgan video. Bu oddiy ovoz berilgan video. O'zini ham ko'rsataman. Mana bu videoni orqasidagi ovozi 0 ga tushirilgan. Ovoz berish kerak bo'lgan odam o'zini gapirgan personajlari gapirgan joylarga ovoz berib chiqqan. Orqasidagi ovozi 0 ga teng. Mana. Shuning uchun bu oddiy video. Endi buni ovoz qilib chiqarib olish kerak. Ovoz qilish uchun mana shu videoni mana bu saytga tashladim mana. Har bittasini alohida ko'rsatib berayman. Ozroq vaqtni olyapti-yu. Hozir ko'rsatmasam bunday muammo bo'lmasin. Hozir yuklashini kutamiz. Timingni tushundinglar degan umiddaman. Nuqtali mana bunday tortsanglar sichqoncha bilan yaqinlashadi, bunday olib borsanglar uzoqlashadi. Ctrlni bosib turib ikkita nuqta qo'yasizlar. Ctrlni bosib turib ikkita nuqta qo'yib o'rtani tortasizlar. Xuddi shunday. Mana bu orqasida ovozlari qolishi kerak. Ya'ni mana yerda gapirgan deb qilib qoldirib ketsanglar. Asosiy endi bunaqa mayda ovozlar ba'zida qoldirmasa ham bo'ladi, lekin o'zingizlarga bog'liq. Erinmasanglar qilinglar. Lekin muhim, mana bunga o'xshagan ovozlar qoldirish kerak. Mana. Masalan, buni hech kim kulib bermagan. Shuning uchun qoldirish kerak o'zining orqasida. Buni ham agar qo'shib pasaytirib olsanglar, ketdi, timing bo'ladi. Shuning uchun Xitoyning shu tarzda pasaytirasizlar. Endi ovoz bergan traktilarni mana bu ovoz berganinglar bo'lsa, buni ovozini pastroq chiqqan bo'lsa, balandlashtirish uchun mana bu belgichani bosib turib chapga o'ngga tortib balandlashtirsanglar bo'ladi. Tepaga pastga tortib balandlashtirsanglar bo'ladi.
Mana bu saytdan shu yukladi. Mana extract audioni bosasizlar. Download. Yuklab olasizlar. Bo'ldi, yuklandi. Endi mana o'zingizlarga kerak. Men bundan oldin yana bitta ovoz yuklab olgandim. Bu ikkalasini olib, men o'zimni kerakli faylimga tashlab olaman. Ya'ni mana bu yerga tashlayman. Endi bu saytdan chiqib ketamiz. Bu ikkala ovozni ushlab mana bu yerga tashlayman. Mana bu pastdagi qatorga. Okey. Mana ovoz bo'ldi. Qo'yildi. Mana uzoqlashtirsanglar qayerda gapirganlari ko'rinadi. Keyin asosiy bir narsa esimdan chiqibdi. Ya'ni Reaper'ni endi yuklaganda nastroykasini to'g'irlash. Buning uchun Ctrl P harfini bosasizlar va bu yerdan device bo'limiga o'tib, mana bu yerdan tanlashinglar kerak. Birinchisi direct soundni tanlaysizlar, ikkinchisida mikrofoninglar, ya'ni qaysi mikrofondan yozib olishinglar haqida. Bu yerda qayerdan eshitilishi, chiqishi, ovozni chiqishi, ya'ni naushnikdan, meni hozir naushnikim bor, naushnikdan ovoz chiqsin deb belgilab qo'yganman. Speakersni bossanglar kompyuterni o'zidan chiqadi. Agar primary sound driver degani bo'lsanglar, bu avtomatik qo'yib beradi. Naushnik bo'lsa naushnik, bu bo'lsa bu. Xohlaganinglar. Menga naushnik qulay, shuning uchun shuni belgilaganman. Bu kanallari 2.2 41.000 Hz, bu Fers 4 qilasizlar 1024. Mana bu shuligicha qoladi. Bo'ldi. Keyin OK bosasizlar, bo'ldi. Hech narsa o'zgarmaydi. Endi bu yeri ham bo'lgan bo'lsa, mana ovozlar bilan ishlashni ko'ramiz. Kelyapsizlar. Mana bu yerda gapirgan. Shuni yaqinlashtirasizlar. Mana bu joyga olib borib S harfini bosib kesib, bu yoqni o'chirib tashlaysizlar-da. Bu yoqdan ham o'chirib, buni kerakli joyga yoki mana shu joyda shu traktda qoldirish kerak yoki xohlasanglar tepaga chiqaringlar. Mana bunday qilib o'chirib tashlab, xohlamasanglar o'chirmanglar. Pasaytiramiz ovozini. Grossmeister fan. So'zni namcha qiynay, qanday aytgan bo'lar? Grossmeister van Rooy. Grossmeister van Rooy. Grossmeister van Rooy. Shu tarzda o'xshatishga harakat qilib, Van Rooy ekan. Mayli, keyinchalik buni to'g'rilaymiz. Mana shu tarzda ovoz berasizlar va ovozini tushgan joylarga to'g'rilaysizlar. Mana bu masalan bu yerda turgan bo'lsa, shuni olib, kesib, mana bunday kesib bu yerga to'g'rilaysizlar. Ovozni qo'yib, kichraytirib qo'yish kerak. Joy-joyiga kerak emaslarni o'chirib tashlaymiz. Ortiqcha joylarni o'chiramiz. Ibodatimni qabul qiling. Ibodatimni qabul qiling. Bu anime ham sal g'alati anime edi, mayli. Mana shu tarzda ovoz berasizlar. Timing ovoz berishga o'tib ketib qolyapti darsimiz. Timingni xullas tushundinglar degan umiddaman. Nuqta-nuqta qo'yib, belgilab, mana shu tarzda ketaverasizlar oxirigacha. Oxirida tugaydi. Mana bu yerga kelib tugaydi anime. Bo'ldi. Chiqarib olish. Chiqarib olish uchun tepadan fayl bo'limiga o'tib, render bo'limiga kirasizlar va bu yerdan master mix, enter project, bu qayerga saqlashi, bu faylning nomi. Hozir bu yerda fayl saqlamabman. Eng qizig'ini aytsa, mana unsaved deyapti, unsaved saqlamagan deyapti. Buni qayergadir saqlab qo'yish uchun, ya'ni
repairdan sizlar chiqib ketib qolsanglar, bu saqlanib turishi uchun Ctrl+C harfini bosasizlar, oddiysi. Bu yerdan qayerga saqlashni so'raydi. Men boyagi o'zimni faylimga kerakli joyiga saqlab qo'yaman. Bu yerdan men nomlayman Wang Ling 4-fasl 2-qism Espada Team kanali uchun maxsus. Xuddi shunday nomlayman. Bu yerga xohlagan nomlar qo'yishinglar bo'ladi. Nomlab save tugmasini bosinglar, mana tepada saqlandi. Уже bo'ldi, bu saqlandi. Kerak vaqtda repairdan chiqib ketishinglar kerak bo'lsa, Ctrl+C ni yana bitta bosasizlarda saqlash qilib, shunday X ni bosib chiqib ketaversa saqlanib turaveradi. Oddiy Wordga o'xshaydi. Keyin bu mana men kirsanglar, mana bunday fayl shaklida saqlanadi, mana repairni belgisi bilan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunday faylni nomi bilan saqlanadi. Bo'ldi. Keyin qayerga kelgandik? Fayldan render bo'limiga o'tamiz. Saqlagandan keyin bu yerni master mix enter project, bu qayerga saqlanishi mana ko'rsatsanglar bo'ladi. Agar ko'rsatmasanglar, boyagi saqlagan joylarga, mana bu faylni saqlagan joylarga tushadi. Bu yerga ham xuddi shunday nom qo'yasizlar, farqi yo'q, xullas. Wang Ling deb qo'yamiz. Keyin buni 1140 44100 stereo full speed offline. Men offline rejimda chiqaraman. Xohlasanglar internetinglar cho'tki bo'lsa, onlayn render qilsanglar ham bo'ladi. Mana bu endi u kачествоsi. 192 dan pasti sifatsiz. Bo'ldi, bu yog'ini o'zingizlar tushunaveringlar. 192 eng sifatsizroq. Mana shu uchalasini tavsiya qilaman. Bu yog'i уже balandlashib ketadi. Mana bu yer, eng kamida mana shu sifatda chiqaringlar. Bu o'rtacha sifat, bu yuqoriroq sifat. Bu ular undan ham yuqori, lekin mana shu uchalasida ishlashinglarni maslahat beraman. Men 384 pt ga qo'yaman har doim. O'rtachasi bu kompyuterlari kuchiga qarab ham chiqarishlar mumkin. Stereo qo'yamiz. Agar kompyuterlar kuchsizroq bo'lsa 192 da chiqaringlar. O'rtacha bo'lsa mana bunda. Agar juda ham kuchli kompyuter bo'lsa mana bunda chiqarishlar mumkin. Kuchsizroq kompyuterda ham bunda chiqarishlar mumkin, просто kompyuterlarga zarar. Keyin bu yerdan video FFmpeg deganni tanlab bosasizlar va mana bu 1920 ga 1080 full HD da turibdi. Keyin bo'ldi, shu bilan render one file deganni bosasizlar. Mana bu bitta faylni chiqarish, render qilishni bitta bosasizlar. Mana bu yerda ko'rsatadi mana. 1% bo'ldi. Tezligim 1.3, taxminiy vaqti 23 minutdan keyin tugaydi deyapti. Shuni qilib chiqarib olasizlar. Menimcha bo'ldi buguncha. Kerak narsalar o'rgatdim deb o'ylayman. Ctrl+C saqlaymiz, chiqib ketamiz. Bundan ham chiqamiz va qaraymiz. Agar biror narsaga tushunmasanglar videoda, uni yozib qoldirishinglar mumkin. Xo'sh, to'xtatamiz.